Bu nima bilasizmi? Oyoqda agar shunaqa g'irchillashlar yoshi katta 40 yoshli insonlardan keyin uchraydigan holat bo'lsa, bilingki bu suyak bug'ini yemirilishi. Agar bu holat sizda 40 yoshdan past yoshdagi insonlarda uchraydigan bo'lsa, bilingki bu holatda tizza bug'ini suyuqliklar endi qurib boshlagan, ya'ni vitaminlar yetishmovchiligi. Uy sharoitida sizlar uchun juda ham zo'r retsept. Oldin ham aytganman. Oddiygina karam olasiz, ikki xil maz bor. Yallig'lanishga qarshi maz bor va qizdiruvchi maz bor. Bizga kerak bo'ladi yallig'lanishga qarshi mazlar. Ya'ni har qanday aptekadan topsangiz bo'ladi. Olasiz, ichiga suramiz, karamni qizdirib va tizzani olib turgan qismiga qo'yamiz va strechni olib, keyin strechni davom etamiz. Mana. Olamiz. Yaxshilab strechni tashlaymiz. Oldin ham ko'rsatganman bu narsani. 2-3 qavat qilamiz, bo'ldi. Tamam, shu zaylda 3-4 soat qoladi oyoqda, ko'p emas. 3-4 soatdan keyin oyoq terlab, qizib, oyoqdagi tuzlar erib, teri bo'lib chiqib ketadi. Bu holatda eng kamida 10 kun, 15 kun qilasiz. Azizlar, agar bu narsalar ham sizga, bu foydali maslahatlar ham yordam bermasa, bilingki tizzangizda ya'ni jiddiy muammo bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qilasiz. Bizda zamonaviy texnologiyalar asosida bo'g'in kasalliklarini davolab kelmoqdamiz. Salomat bo'ling.